Demak, u zot nimadan qaytargan bo'lsalar, hammasi yomonlik bo'ladi. U zotning qaytargan narsalarini ostida birorta ham yaxshilik topa olmaysiz. Mabodo kimdir men topdim desa, uning o'zi yanglishgan bo'ladi. Chunki dunyoda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan har taraflama, na dunyoviy, na uxroviy, na biror bir fan yoki boshqa bir taraflama ustun bo'ladigan insonning o'zi yo'q. Alloh subhanahu va taoloning habibi, u zotning tanlab olgan Mustafa payg'ambari, ikki olamning sarvari, butun insoniyatning sayyidi bo'lmish Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam qaytargan narsaning ichida yaxshilik bo'lishi mumkin emas. Faqat bizning aqlimiz adashadi, yanglishadi, balki fikrlarimiz chalkash bo'layotgan bo'lishi mumkin. U zot qaytardilarmi? Albatta qaytishimiz kerak. Nimadan qaytardilar? Avvalo zohiran, ya'ni qat'iy harom qilingan narsalar, ya'ni xamr, insonni mast qiluvchi, boshini aylantiruvchi, aqlini parishon qiluvchi barcha narsalar, uning iste'mol qilinish turlari, uslublari qanday bo'lishidan qat'iy nazar hammasini Alloh subhanahu va taolo oyati karima orqali harom qilsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu oyatlarning tafsirlari, tafsilotlari, sharh va izohlari o'laroq vorid qilgan hadis shariflarida bayon etib berganlar va harom qilganlar. Shulardan saqlanish kerak. Mabodo aytaylik, saqlanganingizda siz zarar ko'rishingiz mumkin. Masalan, xamirdan ham oyat karimada bor. Ba'zi bir foydalar bo'lishi mumkin. U foyda moddiy foyda. Sotasiz. Hozirgi kunda masalan aroq sotayotganlar hech qachon moddiy tarafdan zarar ko'rmaydi. Foyda ko'radi, jaraq mablag'larga ega bo'ladi. Mana bu zormanda bo'lmish qoradorini 1 grami palon pul turadi. Sotsa juda ham katta moddiy foyda ko'radi. Tonna sement sotib, tonna guruch yoki loviya yoki no'xat sotgandan ko'ra bir necha gram qoradori sotib qo'ysa, undan ko'ra ko'proq foyda ko'radi. Mana zohiran olib qarasangiz foydasi bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lsalar bundan qaytardilar. Buni harom ekanligini qat'iy aytdilar. Bundan kelayotgan mablag'ni ham harom ekanligini bayon etib o'tdilar. Ammo aql aytayaptiki, bu to'g'ri kelmayapti. Katta foyda kelib turibdi-ku bu yerga. Bir marta sotdim, hech narsa bo'lgan yo'q, shuncha foyda ko'rdim. 2 marta sotdim, yana shuncha foyda ko'rdim, hech qanday zarar bo'lgan yo'q. Mayli 3 marta sotar, 4 marta sotar. Boring ana umrbod sotib turib, qo'lga tushmasdan, bu dunyoda jazolanmasdan o'tar. Ammo oxiratdagi jazosi-chi? Qancha insonning umriga zavol bo'lgani-chi? Qanchadan qancha sog'lom insonlarni dardga mubtalo qilgani-chi? Qanchadan qancha insonlarning yostiq qurishiga sababchi bo'lganligi-chi? Eng asosiysi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytargan narsani amalga oshirganligini o'zi uning o'shanaqa dardga mubtalo bo'lganligini alomati emasmi? Albatta mana shu narsaning o'zi eng katta dardga mubtalo bo'lishi. Endi mufassir ulamolarimiz aytadilarki, boring ana shunaqa narsalarni sotib, boy badavlat bo'lib yashadi. O'ziga hech qanday na iqtisodiy tarafdan, va na jismoniy tarafdan, va na ma'naviy tarafdan yoki zarar bo'lmadi. Lekin uning farzandi qanday bo'ldi ekan? Bir farzandini ko'raylikchi. Agar farzandiga shuning kasofati urmagan bo'lsa, nabirasiga albatta kasofati uradi. Yoki undan keyingisiga uradi. Qachondir buning kasofati urishi aniq. Mabodo kasofati urmadi-ku menga deganda ham shuni sotib shundan tirikchilik qilishigini o'zi o'shaning kasofati emasmi? Alloh harom qilgan narsa bilan tijorat qilishini o'zi Alloh urib qo'yganligini alomati emasmi? Alloh taolo arqonni uzun tashlaydi. O'zi yomon ko'rgan bandalariga gunoh ma'siyatni ko'paytirib, jahannamning vayl vodiysiga tushishlari uchun Alloh taolo sharoit yaratib beradi. Arqonni uzun tashlab qo'yadi. Banda esa hech narsa bo'lmayapti-ku. Kasofati urayotgan yo'q-ku. Qo'lga ham tushmayapman. Oshig'im olchi. Hamma narsa muhayyo. Hamma joyga gapim o'tadigan bo'lyapti deb beparvo bo'ladi. Mana shu beparvoligini o'zi Allohning g'azabiga, Allohning la'natiga duchor bo'lganligidir. Chunki Alloh o'zining g'azabiga duchor bo'lgan bandasini tashlab qo'yadi. Tashlab qo'yadi toki uning qiyomatda azob uqubati ko'paysin uchun. Mana shuning uchun ham
Aksar ulamolar, haqiqiy mo'min musulmonlar ishi doim yurishib ketaversa ham qo'rqar ekan. Nima uchun menga sinovlar kelmayapti? Nima uchun birorta bir dard kelmay qoldi? Nima uchun boshimga kulfatlar tushmayapti? Hamma ishim faqat olg'a siljiyapti. Yoki Alloh meni tark etdimikan? Alloh menga nazar solmay qo'ydimikan? Nima uchun meni imtihon qilmay qo'ydi? Nima uchun hamma ishim o'ngidan kelyapti? O'zini taftish qiladi. Hisob kitobini qiladi. Agar hamma narsasi halol poklik bilan shariat ahkomiga muvofiq bo'lsa yaxshi. Agar biror joyda ozgina illati bo'lsa, shu illat tufayli Alloh meni tark etgan bo'lishi mumkin. Va ana shu illatni isloh qiladi.